Qo'ni-qo'shnilar bilan oqibatli bo'ling bolam, eshitdingmi? Qo'shni kelyapti, suvetlarni o'chir, hozir bir nima so'raydi. Indama, nafasingni chiqarma. Keling qo'shni. Qo'shni, nima suvetni o'chirib oldinglar qo'shni? Suvet yoqib qo'ysa, chivin chaqib tashlayapti qo'shni. Unga shu desangiz, agar unga suv qo'yayotgandim, o'g'lingiz bir 2 soatga berib turing, yordam berib yuborsin. Mayli qo'shni, o'zingiz o'g'lingiz-chi? Meni o'g'lim dam olayotdi qo'shni. Qo'shni, farosatingiz aracha qilmaganmi? Siz o'g'lingiz dam oladi, meni o'g'lim sizga chiqib yordam beradi. Bor, sen ham hayvon damingni ol, sen ham bor. Undan endi ma'qulinda qo'shni. Kavkaz asirasidagi hali semiz qo'shni. Qaysi kallangiz bilan gapiryapsiz? Siz o'g'lingiz dam oladi, meni o'g'lim sizga yordam beradimi? Ha qo'shni, o'lib qolmaydi-ku, axir. Qo'shni, o'lib yotgan o'g'lingizni o'g'ati sizga yordam bersin. Meni o'g'lim ham charchagan, hozir ko'mir tushirdik. Qo'shni, ko'mir deganingizga bir tonna ko'mir berib turing, qo'shni, borda qaytarishga. Qo'shni, o'zi bir tonna ko'mir olganmiz, xolos, men nimani yaqaman men? Ha, qo'shni, borda qaytaraman deyapman-ku. Bahorda qaytaraman. Qo'shni qarang, undan ko'ra biz sharoit zo'r do'mjob chiqib qo'yim, qishda chetda o'tkazib olasan. Arendasini o'zim to'layman. Ne qarasam, arzon tushyapti menga. Siz bilan bu kechda men qishdan chiqamayman. Uni qilib xijolat qilmang, odammi qo'shni? Ha, sizga undan ko'ra zo'r variant bor-da. Yana nima? Qo'shni, 3 oylikgina kreditim bor. Ha, shuni to'lab bering, savob bo'ladi. Savob bo'ladi? Hozir to'xtab turing. Hozir chiqaman. Qo'shni qarang. Mana bu magani oling. Baribir sal turib qoningiz ortida bu maga so'rab chiqasiz. Olib qo'ying qo'shni, iltimos, sizni ko'rgim kelmayapti. Boring. Keting qo'shni. Ha, qo'shni. Nima? Buni ikkitasini ishlatib qo'yinglar-ku. Ha, buni to'liq qilib bermaysizmi? Voydo.